Ichki ishlar organlariga ishga kirmoqchi bo'lgan fuqarolarga qulaylik yaratish, ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish, qog'ozbozlik, turli xil byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlarni bartaraf etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan kb.iiv.uz veb-sayti ishga tushirildi. Endilikda nomzodlar istalgan joyda turib, o'z hujjatlarini onlayn tarzda yuborishlari mumkin. Buning uchun quyidagilarga amal qilish talab etiladi. Ichki ishlar organlariga ishga kirish vakant lavozimlarini yagona ochiq portali kb.iiv.uz ga kiring yoki istalgan qidiruv tizimi orqali shunchaki nomzod deb yozing. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Bo'sh lavozimlarga hujjat topshirish uchun shaxsiy kabinetga kirishingiz lozim. Buning uchun yagona identifikatsiya tizimi orqali avtorizatsiyadan o'ting. Elektron so'rovnomani to'ldirsangiz, siz haqingizdagi barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda shakllantiriladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng asosiy sahifaga qaytish orqali sohaga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar bilan tanishib chiqing. Mavjud e'lonlar sahifasiga kirgach, e'lonning ustiga bosing. Ushbu lavozimga qo'yilgan umumiy talablar va lavozim haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqing. Siz mazkur talablarga mos kelsangiz va sizga ma'qul bo'lsa, hujjatlarni yuborish tugmasini bosing. Bu yerda o'zingizni vaqtincha turar joyingiz va qo'shimcha telefon raqamlaringiz haqidagi ma'lumotlarni to'ldiring. So'ngra talab etiladigan hujjatlar sahifasiga tushing. Yuklash talab etiladigan ma'lumotlar PDF shaklida bo'lishi zarur. Dastlab bo'yingiz va vazningizni kiriting. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizni yuklang. Harbiy guvohnomangiz ma'lumotlarini kiritib, tegishli faylni yuklang. Siz qaysi oliygohni tamomlagan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotlar ekranda avtomatik aks etadi. Agarda ma'lumotlaringiz ekranda ko'rinmasa, qo'shish tugmasi orqali ularni yuklashingiz zarur. FHDYO organlarida ma'lumotnoma o'zgargan bo'lsa, uni ham yuklaysiz. Imtiyozlar sahifasidagi birorta imtiyoz shakliga hujjatlaringiz mos kelsa, belgilaysiz va saqlash tugmasini bosasiz. Tanlov shartlari bilan yana bir bora tanishib chiqib, shartlarga rozi bo'lsangiz, rozilik belgisini belgilab, hujjatlarni tasdiqlash va yuborish tugmasini bosing. kb.iiv.uz elektron manzilidagi shaxsiy kabinetingiz orqali tanlagan bo'sh lavozimlar ustunidan o'z tanlovingizni kuzatib borishingizni so'raymiz.